O'ylab qaradim. Amerikan YouTube kanali ochdingiz deylik. Unga kontent qilyapsiz, amerikaliklar ancha-muncha obuna bosmaydi. YouTuberlar bitta monetizatsiyaga yetyapti, qanaqa qilib u darajaga yetyapti deb tursam, ular nakrutka urar ekan. Hammaga assalomu do'stlar, men Farzbek Fazlayevman va sizlarni Log SMM botimizda YouTube kanalida ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan YouTube kanal uchun obunachilarni botimizdan ko'rib chiqamiz. Demak, ko'p gapirmayman. Pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sizlarga vayin kino kanal emas. Обязательно WhatsAppda to'g'ri kelasizmi? Endi hozir 21-zamon SMS-lashib o'tirmaysiz. Telegramda yurasizlar, bir kanal ochishingiz keladi, rasmingizni tashlashingiz keladi. Ikkita odam o'tirsa, sizga yoqmaydi, shuning uchun обязательно nakrutka urgingiz keladi. Lekin mashhurlar ko'p deb ancha-munchaga ishonmaysiz. Shuning uchun обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, chunki shuni YouTube'ga kirasizlar, mana turgan ekan, mana amorslar deb turgan ekan. Shunday profilga kirib, mana shu lokatsiyani deb ishlasangiz bo'ladi, короче. Shuning uchun pastda knopka turibdi, obuna, podpisatsiya, subscribe da bosib qo'yinglar va biz sizlarga YouTuberlar uchun YouTube kanaliga obunachilarni ko'rib chiqamiz. Kamera juda ham xira, lekin meni ko'rsangiz bo'ldi. Xo'p, botimizga kirib olamiz. Mana bu yerda location botsim deb yozilgan yoki mana shu profilimizning shapkasida turibdi yoki mana shu описаниеda ham обязательно sizlar uchun qoldiraman. Xo'p, ketdi. Xo'p, kirgandan keyin start bosamiz. Menda hammasini birga ko'rsatyapman. Xo'p. Xizmatlarga kiramiz va YouTube kanaliga kiramiz, lekin narxlar anaqa fuflo narx emas, normalli narxlar. Chunki biz buni ham keltirib beramiz. Xo'p. Sizlarga ko'rishlar, like, kommentlar turibdi YouTube kanali uchun, lekin biz obunachi deganmiz, faqat obunachini ko'rsatamiz. U yog'ini kommentda yozinglar, fikrlaringizni keyinroq chiqaramiz uni. Birma-bir. Bu YouTube kanal, YouTube xizmatlarining birinchi qismi. Xo'p, ketdi. Birinchi qism videosi. Xo'p. Obunachilar tezkor va sifat ikkita bor, ya'ni obunachilar kafolatsiz, sekin, obunachilar tezkor, sifatli. Xo'p, sizlarni xursand qilishim uchun qaysi biridan boshlaylik? Sizlarni xursand qilish uchun obunachilar kafolatsiz, sekindan boshlaymiz. Bu uchun nimaga kafolatsiz, sekin qo'shiladi. Даже buni YouTube sezmay qoladi, chunki realniy odam deb o'ylaydi. Chiqadida bir o'z kafolatni ham ko'rsataman. Chiqgandan keyin monetizatsiyaga ariza tashlaganingizdan keyin bular tushib ketsa, baribir monetizatsiya ulanib turaveradi. U obunachi past bo'lib ketsa, buni bo'lmaydi. Xo'p. Ulanish uchun bu o'sha chiqarilgan. Xo'p, obunachilar juda sekin. Вообще sekin qo'shiladi. Xo'p. Xo'p. Narxi 3,5 ming so'm, bajarilish vaqti 5 kun. Ya'ni 5 kunda qo'shiladi. Bu realniy birikda kontent qo'yasizlar, bo'ldi, o'sha bilan cho'toq odamlar ham ko'radi. Va bu realniy qo'shilyapti deb. Inglizlar, xo'p. Qayta tiklash mavjud emas. Qayta tiklayman, boshqa qilaman deyish mavjud emas. Bekor qilish mavjud emas. Buyurtma bergan 40 marotaba 40 odam buyurtma bergan ekan. Kafolat yo'q, chunki 3,5 ming so'm bu YouTube uchun вообще past narx, lekin monetizatsiya uchun yaxshi. Xo'p, bu yerda mana shu. Xo'p, ana endi ikkinchisiga o'tamiz. Obunachi tezkor, ya'ni buni narxi 65 ming so'm. Tepada juda sekin 3,5 ming so'm, bu 65 ming. O'zbekiston narxida aytyapman. Boshqalar ko'rib. Xo'p, bajarilish vaqti 7 daqiqada o'sha mingtasi 65 ming, mingtada o'sha qo'shiladi 7 daqiqada. Xo'p, mavjud emasmi? Mavjud emas. Joy tezlik 10 kun. Xo'p, kafolat yo'q, chunki 65 ming ham bu juda ham maksimdan yaxshi narx. Xo'p, buni ham ko'rib chiqdik. Xo'p, ana endi yaxshilab o'tirib olinglar, chunki tepadagi narxlar qimmat. Real, lekin misol men o'zimdan qo'shmayman, hammasi to'g'ri ko'rsatyapman. Ya'ni YouTube obunachilari 30 kunligi 327 ming so'm. Bu o'zbek so'midan. Lekin hozir shu videoni siz 6 oydan keyin ko'ryapsizmi? 5 oy, 1 yildan keyin ko'ryapsizmi? Botga kirib, aka narx mashicha ekan deyishingiz mumkin. Chunki bu haftasiga narxlar almashib turadi yoki biz ham o'zimiz qo'yamiz tepada, ba'zi qanday bo'lsa, biz ham o'shanga qarab foizini chiqarib qo'yamiz. Shuning uchun narxlar keskin almashib turadi. Lekin mana shu obuna bo'lib qo'yinglar, mana shu joyda nimaga obuna bo'lib qo'yinglar? Biz har kuni yangi videolarni olib chiqib, misol, do'stlar, mana shu narx almashibdi deb ham post qo'yamiz. Bizlarni obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p.
30 kunligi kamayishlar 0.5%, eng tezkor premium obunachi va uzoq muddatli natija. Xo'p, gaz tarkibi uchun daraja oshirish uchun eng yaxshi tanlov YouTube ekan. Xo'p, bu juda ham yaxshi. Mana deb narx bir kun 8 soatda qo'shilar ekan pashti. Xo'p. Bitta odam zakaz bergan ekan. Buni kafolati 30 kun, ya'ni 30 kun misol 1000 ta obunachi ursangiz 30 kun turadi. Ya'ni bu ham monetizatsiya uchun juda ham yaxshi. Ba'zi kanallarda problema borligi uchun mana sizlar juda ham kech yonadi. Imina siz 30 kunlik obunachi urib ham 1 oyga cho'zdirsangiz bo'ladi. Xo'p, obunachilar YouTube obunachilari uchun 60 kunlik, ya'ni bu 490 ming so'm. 60 kun sizlarda umuman chiqib ketmaydi. Mana buni ham ko'rishlaringiz mumkin. O'sha narxlari farq bor va kunida farq bor. Ya'ni qanaqa urishlar, havola tashlashlar, ular hammasi bir xil, обязательно. Hop, YouTube obunachilar 90 kunligi. Nimaga arzonroq bunisi? 297 ming. 98 ming chunki yarmiga qilib. Hop. Bundan 9 ta ko'p odam urgan ekan. YouTuberlar bor ekan bizning botimizda. Hop, YouTube kanal uchun, yana YouTube kanali o'zida Instagram kanal uchun urmaymiz. Obunachilar 365 kun, почти 1 yil akkauntda turib beradi. Ya'ni 408 ming 980. Почти 490 ming, 410 ming. Bu yoq. Lekin 1000 so'mga ham xiyonat qilmaymiz biz obunachilar. Xo'p, bu yerda nima? Bajarilish vaqti noma'lum. Chunki bu realniy obunachilar deb hisoblanadi qisman. Keyin mavjud emas, hech kim urmagan ekan. Nazarda YouTuberlar shotda yo'q, YouTuberlar. Qayerda qarayapsizlar? Buyurtma vaqti o'zgartirsa noto'g'ri qilib. Qalbingizni chiqing, mana buyurtmani berasizlar. Bu yerda nechta sonini yozasizlar. Va do'stlar, YouTube kanal uchun bu zarari bormi? Aktiv tushadimi? Xo'p, sizlar uchun bu kerak. Agar haqiqatda qiziq bo'lsa, keyingi videolarda, keyingi ikkinchi uchun boshqa YouTube qismida biz imina aktivga zarari tegadimi, tegmaydimi? Hammasini gaplashib o'taman. Lekin hozir gapiradigan bo'lsam, 1 soat bo'ladi shu video. Sizlar 1 soat bu nimani gapiryapti, miyada maz bo'lib qoladi. Chunki siz faqat obunachi deb kirgansiz, bu yerda aktiv uchun kirmagansiz. Obunachi deb kirgansiz. Shuning uchun mana shu video mana shu yerda tugadi. Hammaga atish rahmat. Narxlarni ko'rgan bo'lsangiz, botimiz havolasi mana shu yerda. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Hammaga rahmat. Agar YouTube xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu adminlarga murojaat qilsangiz ham biz doim xizmatga tayyormiz. Ya'ni YouTube kanal ochib beramiz. YouTube'ga misol Amerikan to'g'ri bo'lsa yoki ba'zi bir kichik narsalar bu yana video cho'zilib ketadi. Shuning uchun YouTube kanal ochib YouTuber bo'lish maslahatlari ham maslahat ekan, ammo xizmat pulli bo'ladi. Shuni yodinglardan chiqarmanglar. Sizlar bilan Farzbek Fayzulayev bo'ldi va Loki Semni YouTube kanalida yana ko'rishguncha. YouTuberlarga oson emas.